Sevishingiz yaxshilanadi, sistitingiz yaxshilanadi, ajralmangiz yaxshilanadi, er-xotin o'rtasidagi munosabat, orgazm yaxshilanadi, qin yo'llardagi boyagi achishlar yo'qoladi, qin yo'llarini torayishi paydo bo'ladi. Nima deydi, boyagi sfinkterlarda, siydik yo'ldagi sfinkterlarda qisilishi paydo bo'ladi. Bu umuman mana necha 30 ga kirdim deyapti. 30 yillik boyagi bir qavat eskirgan teringizni men olib tashlayman. Shunaqangi yaxshi bo'lasiz. Achishib, xuddi borganingizdan keyin siydik kiyganday bo'ladi, lekin tomchilash bo'ladi. Siyganingizda qon aralash ham bo'lib qoladi. Shunday qattiq achishish beradi, qitishish beradi. Shunaqa bo'ladi sizda? Er-xotin birga bo'lganingizdan keyin bo'lmaydimi? Aynan sistit bu sizni ichki dushmaningiz. Yangi kelinlarda, homilador bo'lganda, homiladorlikning ilk paytlarida sistit bilan og'riydi ayollar. Aynan farzand bo'lyapti, o'shanda bizlar immunitetimiz pasayib turishi kerak. Ya'ni farzandni chiqarib yubormasligimiz uchun biz bachadon shunaqa aqlli organda, u o'z ichiga kirgan har qanday narsani chiqarishga harakat qiladi. Ana shu paytda bizni immunitetimiz pasayadi-da, bizni immunitetimiz pasaygandan foydalangan buyragimiz, siydik yo'llarimiz, boshqa kasalliklarimiz shatta yuzaga chiqib, keyin sistit paydo bo'ladi. Ana endi aynan o'sha kelinlik paytida bu o'zi shunday bo'lsa kerak, bilmaymiz, bilimsizlik bo'ladi-da, sistitni tuzuk davolamaydi. O'zi bu yoqda homilador bo'lib qolgan, bu dorini ichish mumkin emas, u dorini ichish mumkin emas. Ana endi sizni tabriklaymiz. Bir umrlik sistit bilan qolasiz endi. Bugun erim o'zi bir hafta bo'ldi Rossiyadan kelgan, ash kelgandan birga bo'ldim, sistit bo'ldim, mana shunaqa bo'ldim deb keladigan ayollarimiz keladi. O'sha joyga tuz sepayotgandek bo'ladi. Tuz sepayotgandek bo'ladi. Qanday tuz sepgandek bo'lyaptimi desa, doktor deydi, tuz sepgandek bo'lyapti-da deydi. Xuddi o'shanaqa jarayon. Peshob kelgandek bo'ladi. Ozgina siydik bo'lsa ham, ayolga xuddi to'lib ketayotgandek bo'ladi. Hojatxonaga yuguradi, boradi, kuchaniqday xuddi tug'ib qo'yayotgandek og'riq keladi, lekin siydik chiqmaydi. Sistit bilan hazillashib bo'lmaydi bu narsa bilan. Qari ham keladi, yosh ham keladi, yosh kelin ham keladi, o'rta yosh ham keladi. Chunki sistit yosh tanlamaydi. Mana davolarni ko'ribsiz, nechta svichalarni qo'yibsiz, svichalarni qo'yganingiz bilan boshqa qilganingiz bilan siz infeksiyani yo'qotolganingiz yo'q, eroziyani yo'qotganingiz yo'q. Meni bu yerda manfaatim emas, men sizni manfaatingiz uchun aytyapman, sizni foydangiz uchun aytyapman bu narsa. Eroziya bor. Shilliq bo'lib yotibdi, yam-yashil shilliq. Qin yo'llaringiz keng, bachadoningizda 2-3 darajali tushishi, tug'ruqlarda katta tuqqansiz, qin yo'li tushib qolgan, siydik yo'li sfinkterlar bo'ladi. Mana bunaqa sfinkter o'zi qisib turish kerak, mana bunaqa qisib turish. Yosh o'tavergandan keyin estrogenlar kamayavergandan keyin mana bu qisilish yo'qolib ketadi. Mana shunaqa sfinkterlaringiz kengayib yotibdi. Undan keyin gipodinamiya ham yaxshigina ekan. 5 yil deb aytyapsiz. 5 yildan beri siz olmagan doringiz qolgani yo'q, qilmagan ukolingiz qolgani yo'q, bormagan joyingiz qolgani yo'q. Men sizga davolanishda va men sizga davo qilib bera olaman deb gapiryapman.